ahli ilm ulamolarni hurmat qilish siz bilan bizlarga ilm berilishiga, balki farzand zurriyotlarimizdan ana shundoq ahli ilm, ahli Qur'onlar chiqishligiga sabab bo'ladi. Imom Azam mazhabboshimiz ustozim Hammodning uylari tomonga oyog'imni umri mohirgacha uzatmadim deyapti. Mana ahli ilmlarga bo'lgan hurmatni Imom Azam rahmatullohi alayhini hayotlarida misolini qarang. Ustozlariga umrlari davomida oyoqlarini cho'zib o'tirmagan ekanlar, ustozlarning uylari tomon. Qachon namoz o'qisam doim ota-onamga qo'shib ustozimni ismini aytib haqiga duo qildim deyaptilar. Imom Azam rahmatullohi alayh bekorga bu darajaga, bu ilmga bekorga ega bo'lmaganlar. Ahli ilmlarning xossatan ustozlariga bo'lgan hurmat, ehtiromi orqasidan. Siz bilan biz ham mana shu Abu Hanifa rahmatullohi alayhning hayotlaridan o'zimizga ibrat olaylikki, ahli ilm ulamolarni hurmat qilish siz bilan bizlarga ilm berilishiga, balki farzand zurriyotlarimizdan ana shundoq ahli ilm, ahli Qur'onlar chiqishligiga sabab bo'ladi.